Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Bugungi ko'chmas mulkimiz Raycenter'da Düğün bozorning arkasında toza domli 4 etajli domli 2 etajında 3 xonalı kvartiramiz sotuvga chiqdi. Ishlarimiz yana demir eshik, oyoq telamiz kafel, ajoyib. Bismillahirrahmanirrahim. İchkariga girsak. Girganimizdan devorlarimiz oqlanib, kraskalanib, ajoyib bo'lib turibdi. Registrlari bor. Joyimiz, pataloqlarimiz kraskalanib turibdi, galagerlar qo'yilgan. Ben taraf o'ng qo'limizga giradigan bo'lsak, zalimizda 2 oyna tushgan. Konditsionerlarimiz Avalon qoladi. Ayrim jihozlari bilan sotiladi. Ayrim jihozlari ketadi. Joyimiz mestasi zo'r, yo'lning ustida joylashgan. Düğün bozorning arkasında joylashgan. Yan tarafimiz spannimiz, hurmatli yurtdoshlar, kvadrat metr ham 75 kvadrat metr. Aynalar ayna. Joyimiz kimga ma'qulligini olsa, pastdagi telefonni bog'lanishlaringiz mumkin. Yan tarafimizga kiradigan bo'lsak, детский komnatasi. Ajoyib. Men gap yo'q. Aynalari akfa ayna, hurmatli yurtdoshlar. Registrlar ham bor. Eshiklar ham endi eshiklar. Ben taraf sanuzelimiz, hurmatli yurtdoshlar. Sanuzelimizda kirmashlari bor, oyoq telamiz kafel, da patolog açarli kafel, patologimiz plastik. Galagerlar qo'yilgan. Rakovnamiz bor. Ajoyib dimoqatlari bor. İşleri akva eshikda. Ben tarafimiz yine girish xoltimiz edi, hurmatli yurtdoshlar. Ben tarafimiz kuxnimiz. Katollari Airfield yaxshi katollardan qo'yilgan, reduktorlari bor. Joyimiz yine yo'lning ustida, hurmatli yurtdoshlar. Anliklarimiz bor. Kafel bo'lgan bellari. Aristonamiz bor, hurmatli yurtdoshlar. Suv, svet, gaz hamma narsa kirib turibdi. Joyimiz dokumentlari 100% tayyor. Do'g'ridan so'tlardan olib, dokumentlari tayyor bo'lib turibdi. Esa kimga joyimiz ma'qulligiga olsa, pastdagi telefon bog'lanishlaringiz mumkin. Joyimizning narxi $37,000. 2 etajda, 4 etajli domning 2 etajında joyimiz ikkilamchi kredit asosidan beriladi. Esa joyimizni narxini aytib o'tdim. Kvadrat metr 75 kvadrat metr, 3 xonali kvartiramiz. O'rtalikda joylashgan. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Kanalga obuna bo'lishdan chiqmas, hamma shunday joylar olish nasib etsin.